Oyiga benzinga 4-5 million rasxod qiladigan akalarimiz uchun bu videoni o'tkazib olmaslikni tavsiya qilaman. Bugungi obzorimizda Geely elektromobili. Kilovatli batareyka hamda 500 km zapas hodiga ega bu avtomobilimiz Yevropa standartlari bo'yicha ishlab chiqariladi. Mashinamizning kuzov qismi juda ham skromniy qilib ishlangan. Asosiy urg'u mashinamizning salon qismiga berilgan. Shunga qaramasdan aqlli fari, 360 kamera, parktronik rejimlari mavjud. Bu mashinamizda deyarli plastmas detallar foydalanilmagan, chunki mashinamizning interyeriga polniy eko-kojadan foydalanilgan hamda multimedia panellarimiz akoprint qilingan bo'ladi akalar. Sizlarimizga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, perforatsionli sidenlar, chunki bu mashinada obduf abagrev massaj rejimlari bor akalar. Hamda oyoqni cho'zib ketishga atamankalari ham bor. Zamonaviy qulayliklardan head-up display, adaptivniy cruise control и intellektualniy cruise control. Hamda eng asosiy qismlardan bittasi mashinamiz to'liq rusifikatsiya qilingan hamda голосовой upravleniyalargacha bor. Akustikani sevuvchi okalarimizga Fly Sound brendidan 16 ta kolonka hamda bitta zavodskoy subwoofer bilan jihozlangan bo'ladi. Bu mashina juda ham xavfsiz hisoblanadi. Eurocup, Avstraliyacupda xavfsizligi bo'yicha 5 yulduzga ega. Bu mashinamiz barcha crash testidan muvaffaqiyatli o'tgan hisoblanadi akalar. Agar obzorimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Geely qo'yilib, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.